Do'stlar, Frunsky massivdan 25 ming dollarga 2 xonali skvoznoy kvartira topib qo'yganmiz. Manzil esa Sitora kafe yaqinida joylashgan 4 qavatli uylarda 4-qavatda 2 xonali kvartira, 3 xonaga o'zgartirish imkoniyati mavjud. 3 metrli verandasi ham mavjud. Bu birinchi xonasi, ko'rishingiz mumkin. Holatlari mana shu ko'rib turganingizdek holatda aboylar qilingan. Kirib yashasangiz ham bo'ladi. Jihozingizni olib kirsangiz bas. Bu tomonda esa ikkinchi xonasi, ko'rishingiz mumkin. Romlari akfa romlarda. To'g'rida verandasi mavjud. Oshxonani tomonga ko'chirsangiz bo'ladi. Bu tomonda esa oshxonasi, ko'rishingiz mumkin. Oshxona jihozlari qoldiriladi. Aytganimdek, romlar akfa romlarda. Bu tomoni tashqaridan kirish qismi, koridor va bu tomonda umumiy sanuzel joylashgan, kafelar qilingan, kattagina ariston o'rnatilgan. Do'stlar, ulgurib qoling, bunaqa narxlar har doim ham chiqarilmaydi. Skvoznoy kvartira Frunze massivda. Narxi esa 25 ming dollar. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Like bosib do'stlarga videoni ulashib qo'yishni unutmang. Bizga obuna bo'ling, sizlarga bundan zo'rlarni ilinishda davom etamiz.